Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan tishlarni g'ichirlatish sabablari va ularni davosi bormi mavzusida gaplashamiz. Tishlarni g'ichirlatish ko'pincha tibbiyot tilida bruksizm deb ataladi. Bruksizmni kelib chiqish sabablaridan biri bu birinchisi nevrologik hisoblanadi. Bu narsa asab bilan bog'liq. Agar siz ruhiy tushkunlikka tushgan bo'lsangiz yoki qanaqadir asabiy qandaydir muammolar bo'lgan payti yuzaga kelishi mumkin. O'sha paytda nervdagi impulslarimiz muskullarga borib, muskullarimiz tishlarni g'ichirlashiga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi sabablardan biri bu narsa super kontakt deb hisoblanadi. Super kontakt ya'ni tishlarimizni, tepa tishlarimiz va pastki tishlarimiz bir-biriga tegishida qaysidir tishimiz balandroq bo'lib qolsa, o'sha tishimiz birinchi tegadi va qolgan tishlarimiz keyinroq tegishni boshlaydi. Bunday holatda bizda pastki jag'imiz o'zini holatini o'zgartiradi. Oldinga, orqaga, o'ngga, chapga. Mana shu holatda bizda muskullarimiz cho'ziladi. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin ular charchaydi va o'zini eski holatiga qaytishga harakat qiladi. Mana shu holatda boyagi bizga baland bo'lib turgan do'mboqcha yoki plombami nimadir bo'lsa ham, o'sha baland bo'lib turgan organizm yo'qotishga harakat qiladi. Ya'ni tishlarni bir-biriga ishqalaydi, g'ichirlatishni boshlaydi. Yana bir boshqa sabablardan biri bo'lishi mumkin. Bu o'sha pastki jag'ning holati o'zgarganda bo'g'im boshchasining joylashuv joyi o'zgarib qoladi. Ya'ni bo'g'im boshchasi noto'g'ri holatda turib qoladi. Mana shuni hisobiga ham tishlar g'ichirlatadi, bo'g'im boshchasini normal holatiga organizm olib kelishga harakat qiladi. Ya'ni pastki jag' oldinroqqa chiqishga harakat qiladi. Keyin yosh bolalarda ham ko'p kuzatilishi mumkin. Bu narsa bu gijjalarning hisobiga yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun yosh bolalardagi tishlarni g'ichirlatish agar bo'layotgan bo'lsa, bu narsani oldin tishlarni to'g'rilashdan oldin gelmentlarni tozalashdan boshlash kerak bo'ladi. Tishlarni g'ichirlatishning davosiga keladigan bo'lsak, agar bu muammoyimiz biz tishlarimizni qiyshayishini hisobiga yoki o'sha super kontaktlarning hisobiga kelayotgan bo'lsa, uni bartaraf qilishimiz kerak bo'ladi. Super kontaktlarni yo'qotish ikkita yo'li yordamida amalga oshiriladi. Bunisi bu tanlab charxlash, ya'ni o'sha baland bo'lib qolgan tish do'mboqchalarini charxlab tashlash yoki tekislashdan iborat. Ikkinchi yo'li bu o'sha qiyshaygan tishlarimizni to'g'rilashdan iborat bo'ladi. O'shandagina bizda pastki jag'imiz o'zini holatini topadi va tishlarni g'ichirlashi to'xtashi mumkin. Yana boshqacha usullardan biri bu o'sha splint terapiya deyiladi, ya'ni pastki jag'ni o'zini holatiga qo'yish. Mana shu splintlar yordamida pastki jag'ni normal holatiga qo'yganimizda bizda g'ichirlatishimiz, tishlarni bir-biriga ishqalatishimiz yo'qolishi kerak. O'sha holatda biz bemorga bu narsani har kuni kechasi taqishni tavsiya beramiz. O'sha holatda tishlar bir-biriga g'ichirlamasdan, bir-biriga tegmasdan, ishqalanmasdan bemor bemalol uxlashi mumkin bo'ladi. Agar tishlarimizni g'ichirlatishimiz asosiy sababi bu asabdan bo'ladigan bo'lsa, unda bizning asosiy davolovchi shifokorimiz bu nevrolog hisoblanadi. Asabni asrash kerak bo'ladi va asabga ta'sir qiluvchi preparatlardan foydalanish kerak bo'ladi. Yana bir sabablardan biri bu o'sha tishlarni g'ichirlatgandan keyin bemorning prikus balandligi pasaygan bo'lishi mumkin. Bu narsa ko'pincha yoshi katta bemorlarda kuzatiladi. Bunaqa holatlarda bemorning prikus balandligini yana qaytadan tiklab berish kerak bo'ladi. Bu narsa ko'pincha yuqoridagi va pastki barcha tishlarni boshqatdan koronkalar yordamida, nakladkalar yoki vinirlar yordamida qayta tiklashga to'g'ri kelishi mumkin. Shu holatdagina bemorning tishlarini g'ichirlatishini yo'qotish imkoni bo'ladi. Bugungi kundagi mavzuyimiz shulardan iborat edi. Sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa juda ham xursandman. Shunga o'xshash savolinglar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Imkon qadar javob berishga harakat qilamiz.